Anam beyçiler var. Bizi qo'shtab turadi, söyleshib qo'ydim. Ey, ey, sizler yaxshi biladigansizga nega yarim final o'tmadinglar? Ha, bizce oynatkarım ha. Biz degenki 150 mingden 2 jolu 300 ming so'm tutgan komandamiz. Biz bir tiyin utmayız yarım finaldayız. Ukalarim, kegler, ukalarim. Biz men jushtiga jirg'aysan mana shunday. Mana qaranglar. Bu yarim final bo'ladi. Bu isho jarimi. Biz sizlarga yordam bergani keldik. O'zingizga yordam kerak emas.